Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mr. IoT. Xo'p, men hozir ofisga kelsam, ish joyimda telefon podstavkam yo'q qolibdi. Kimdir chop kesibdi. Endi yangi zamonaviy qilib yasamoqchiman. Bu podstavka faneradan bo'ladi. Qanaqa chiqishiga qiziqayotgan bo'lsangiz, hoziroq like va podpiska bosib qo'yinglar va men ishni boshlayman. Bu ishda menga kerak bo'ladi o'zimning kompyuterim, lazerniy stanogim va fanera. Ishni birinchi bo'lib podstavkani chizmasidan boshlaymiz. Men bu chizmani AutoCAD dasturida chizaman. Xo'p, podstavkamizning chizmalarini chizib bo'ldim. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita ko'rinishda bo'ladi chizmasi. Sizlarga shu yerda bitta ma'lumot aytib ketaman. Lazerniy stanogimizga pechat beradigan faylimizning formati ikkita ko'rinishda bo'ladi. Fayl formati esa DXF formatda bo'ladi. Endi lazerniy stanokka fanerani qo'yib oldim и lazerniy stanokka yoqaman. Bu yerdan yoqiladi. Xo'p. Ovozi baland. Lazerniy stanogimizdan yoqqanimizda birinchi bo'lib lazerniy stanokka 0 nuqtasi bor. O'sha 0 nuqtasiga borib oladi, keyin oxirgi ishlatgan nuqtasiga keladi. Ya'ni biz kecha lazerniy stanok ishlatganmiz, o'sha nuqtasiga kelib oladi и keyin lazerniy stanokka ishlatsak bo'laveradi bemalol. Endi lazerniy stanogimizning o'zining dasturi bor. Bu dasturi RDWorks. Shu RDWorksga chizgan chizmamizni qo'yib olamiz и bu yerda start tugmasi bor. Xo'p, start tugmasini bosish orqali biz lazerimizga pechat berib yuboramiz. Vot. Pechatni boshladi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Lazerniy stanokdan chiqarib oldik. Vot. Вот. Все. Вот. Har bitta detallari. Endi buni kliklab chiqamiz. Вот, ko'rishingiz mumkin. Eng qizg'in jarayondamiz hozir. Uje detallarni yig'ishni boshladim. Endi qiziqayotganlar uchun полностью tayyor bo'lgan holatini ko'ramiz. Men ham qiziqyapman, qanaqa chiqar ekan. Xo'p, nihoyat podstavkamiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Вот. Buni 5 ta etapi bo'ladi. Qolgan qo'yib ishlataveriladi. Вот. Xo'p, menga juda ham yoqib ketyapti. Sizlar kommentariyada 1 dan 10 gacha baho beringlar. Necha bahoga arziydi? Video yoqqan bo'lsa albatta like va podpiska bosib qo'yinglar. Shunaqa formatda video chiqaraymi yo'qmi izohlarda yozib qoldiringlar va keyingisiga nima proyekt qilamiz. Har doimgidek videoni oxirini edit bilan yakunlaymiz.